Bitta faqat chetda akalar bunaqasi qaytdi va bepul hotdog kim beryapti sizlarga aka? Mana uni qaranglar aka, mana shu hotdogni aka bepulga berib yuboraman desam nima deyapti aka? Gapiryaptim, birinchi buni ichini tanishtiraman, keyin oxirida aytaman qanaqa bepulga berib yuborishim akajon. Mana uni qaranglar aka, 10 ta chizli kotlet akajon, sirli akajon. Bunaqa indeka press go'shtlar, kalbasa emas bu aka, press go'sht aka, indeka bu akajon. Tutta sosiska aka, kanadskiy, qanaqa oddiy polni kanadskiy akalar. Mana uni qaranglar akajon, 3 ta kabob, gapirtirg'izgan kabob shu bo'ladi. Mana uni qaranglar. Vashi sirli souslarni gapirtirg'izar. Buni qanaqa bepul yutib olishimiz mumkin akajon? Salam bitta yo'li bor akajon buni. Faqatgina bir dona yo'l. Akajon, kommentariy yozasizlar shunga. Bitta ham 24 soat ichida yig'masa aka, mana shu hotdogdan sizlarga pabratskiy berib yuboramiz akajon. Bunaqa jalapeno deysizlar, lobboyini shunaqa beramiz aka. Hozir sizlarga ikkinchisini yasab ko'rsataman aka. Mana unisi nima deyapti aka? Bunisi vashi gapirtirg'izgani-yu akajon. Bunaqasi qaytda bor, charxiydagi orzu futda bor aka. Murojaat uchun telefonlar 91 063 qurishga telefon qilaveramiz akajon. Mana uni qaranglar akajon. Gapirtirg'izgan hotdog haqiqatan chetda bizib akajon. Bunaqasi hech qaytda yo'q aka. Mana uni qaranglar aka. Indeka go'shtlari aka, press go'shtlari. Buni unaqalariga ham qo'yib yuboraveraman. Vashi qiziq. Mazza qilsa, orzu fut klientlari mazza qilsa akajon. Mana uni qaranglar aka, sosiskalarni, kaboblarni uzunligini qaranglar aka. Voy, bunaqa hotdogni kim bepulga beryapti? Faqat charxidagi orzu futda akam. Xohlasalar shuni konkurs qilib yuboramiz aka. 10 minutda bersalar, mana men beraman $50. Kelarasizlar aka.